Demek ne deydi 10. mesele? Sülfet kisatanı 1,5 malyarlı 1,5 litr 0,4 malyarlı eritmesini 0,3 malyarlı eritmege aylantirish uchun necha millilitr suv kerakdir? Demek nima qilamiz endi? 1,5 litr 0,4 malyarlı eritma bo'lgan, to'g'rimi? Demek dastlab agar oddiy usulda ishlaymiz desak 1,5 litr 0,4 malyarlı eritmada necha mol modda bor? Oldin shuni topib olamiz. Bo'ladimi? Xolos asosida proporsiya bilan, xolos asosida formula bilan. Agar masalan formulani qo'llayman desangiz, S malyar teng N taqsim V. Mana. Tushundikmi? N ni topish uchun nima qilamiz? S malyarni V ga ko'paytiramiz. S malyarimiz necha? 0,4 litr. Hop, 0,4 litr bo'lsa, mana 0,4 litr, 0,4 mol taqsim litrni ko'paytiramiz 1,5 litrga. Demek necha bo'ladi ekan? 0,6. Xo'p, 0,6 mol. To'g'rimi? Endi keyingi masalada, keyingi holatda u 0,3 malyarli bo'lishi kerak. Eritma necha litr bo'lishi kerak? Demak, shunchaki qaranglar, mol keyingi holatda ham xuddi shu narsa. Tushundikmi? Demek endi S2 taqsim teng N2 bölü V2 dan go'yak mana shunday formula. Tushundikmi? N1 bilan N2 dang. Chunki ustidan shunchaki suv qo'shacakmiz. Erigan moddaning miqdori o'zgarmaydi. U holda N2 bu S bu. Ya'ni joy-joyga qo'yamiz. 0,3 malyarli teng 0,6 ni bo'lishim kerak V2 ga. V2 ni topadigan bo'lsam 2 litr bo'ladi. Dastlab eritma 1,5 litr edi. Suv qo'shgandan keyin necha litr bo'ladi ekan? 2 litr bo'ladi. U holda V suv V2 dan V1 ni olib tashlag'animiz. 2 litr minus 1,5 litr teng 0,5. Tushundikmi? 0,5 litr 500 millilitr suv. Millilitr so'radimi? Endi qaranglar, xuddi shu narsaga men boshqa formula beraman sizlarga, qaranglar. Aynan 10. masala uchun. Suyultirishga doir masalalarda qaranglar, agar sizlar eritmani suyultiradigan bo'lsangizlar, erigan moddaning miqdori o'zgaradimi? O'zgarmaydi. Prosta qaranglar, formula chiqarishni o'rgataman. Men sizlarga formulani berishim ham mumkin tayyor yoki yaratishni o'rgatishim ham mumkin. Qaranglar. Demak, S teng S1 teng N1 V1. To'g'rimi? Endi agar suv qo'shsangiz yoki tuz qo'shadigan bo'lsangiz, endi u S2 bo'ladi, boshqa konsentratsiya bo'ladi, to'g'rimi? S2 teng N2 taqsim V2. Endi qaranglar. Agar biz suyultirsak degan nima bo'ladi? Suv qo'shsak degan. Разбавление deysizlar. Demak, o'sha suv qo'shadigan bo'lsa, erigan moddaning miqdori o'zgaradimi? O'zgarmaydi. Mana bu holatda N1 ni topib olamiz. N1 teng S1 ko'paytirilgan V1. Mana bu holatda N2 ni topib olamiz. Ya'ni N2 ni topishni nima qilamiz? V2 tenglamani bu tarafdan ko'paytirib o'tadimi, bo'lib o'tadimi? Ko'paytirib o'tadi. Shuning uchun S2 ko'paytirilgan V2 bo'ladi. Tushundikmi? Endi qaranglar. Yana shu gap. Agar bizlar buni suyultiradigan bo'lsak, N1 bilan N2 teng bo'ladimi? N1 teng N2 bo'lganligidan ularning qiymatlari ham teng bo'lishi kerakmi? S1 ko'paytirilgan V1 teng S2 ko'paytirilgan V2. Va mana buni sizlar daftaringizga yozib olinglar. Eritmalarni suyultirishda qo'llaniladigan formula. Tushundingizlarmi? Suyultirishda qo'llaniladigan formula. Faqat suyultirganda. Endi qaranglar. Endi shu formulani bundan keyin masalan hozir keltirib chiqarishda ishlab o'tirmasam, to'g'ridan-to'g'ri formula bilganlaringiz tufayli formulani o'zini qo'llaysiz. 10. masalan boshqatdan boshlayman. Qaranglar. S1 necha edi? 0,4. Tushundingmi? S1 0,4 edi. Hajm necha edi? 1,5 edi. To'g'rimi? 1,5. Teng S2 necha edi? 0,3. V2 bormadi? Yo'q. V2 deymiz. Demak, V2 ni topishni nima qilamiz axir? 0,4 ko'paytirilgan 1,5 bo'lingan 0,3 2 litr. Ana endi V suvni topish uchun 2 dan minus 1,5 teng yarım litr teng 500 millilitr. 2 marta ishladim. Gördingizlarmi? Men mana bu formulani yodlanglar. Men bu formulani osmondan olmadim. Sizlar bilan deng yaratdim. To'g'rimi axir? Kim tushunmadi? 12 o'tsam bo'ladimi? Konsentratsiyasi 2,5 malyarli bo'lgan sülfat kisaton eritmasining 15 millilitr miqdoridan foydalanib, necha millilitr yarım malyarli eritma tayyorlash mumkin? Prosta mana qaranglar. 2,5 malyarli eritma bor edi. Undan yarım malyarli eritma tayyorlash, uni nima qilishimiz kerak?
Yo shunchaki nima qilishimiz kerak? İşlemenglar, qaranglar, o'rtoqlar. Men sizlarga ishlang demedim. Jarayonni tushuninglar, ishlanglar demedim. İşte demedim. Shunchaki mohiyatini tushun. 2,5 malyarlı etmedi 15 mililitre faqat, undan yarım malyarlı tayyorladi. Ya'ni masalani hamma yerini o'qisandan eng kerak joyni tushunib ko'parib olasan. 2,5 malyarda yarım malyarlı etme tayyorlasak. Qanday tayyorlaymiz? Yo'q, ustanma, amal bajarma. Mutlaq amal bajarish o'rinmanglar. Tushundikmi? Demak, shunchaki jarayonni tasavvur etasan. Ina 2,5 malyarlı etme berdim sanadan. Jannat, mana shundan yarım malyarlı etme tayyorlashatsang ham dedim. Jettallagan bo'lar edi. Shunchaki nima qilasan? Olib tashlasanmi, do'kasanmi, yo bu narsa qo'shasanmi, nima qilasan? Qo'shamiz. Nima qo'shamiz? Suv qo'shamiz. Nima uchun suv qo'shamiz? Tuz erigan modda sulfatsiyada qo'shsak bo'lmasmi? 2,5dan yarım tayyorlayacakmiz. Suyultirish hisobidan tayyorlaymiz. Tushundikmi axir? Sразу 12-chi masalaga ham xuddi shunday. Mana bu formula qo'llaymiz. Suyultirish bo'yicha. Demak 12-chi masala. Shunchaki qaranglar o'quvchilar. Masala ishlatirmisizlar. Ishlamanglar. Shunchaki mohiyatni tushuninglar. Xuddi uyda 1 litr xamir qarjakda 1 litr suv solib, ichine ma'lum miqdorda duz solgandin, sizlar u ishni uyda aytib yuribsizlar. Ya hisob kitob etasizlarmi u vaqtdan? Prosta tasavvur et. Eritma degan uyda xamir qarayotganingizda, agar qizlar qaradi, o'g'il bolalar qarmaydi deylik. Siz opalarningiz qaraganda qarab o'tirasizlar-ku. Masalan, deylik, yarım litrmi, 1 litrmi suv soladi, ichine duz soladi. Ana shu vaqtda eritma tayyorladi u. Tushundingizlarmi? Ana shu eritma shunchaki tasavvur etinglar. Tushundikmi? Demak, bizlar shunchaki masalani mohiyatini oddiy tushuninglar. 2,5 malyarlidan 15 mililitr bor, undan yarım malyarli tayyorladi. Xo'p, nechaqlin tayyorlashni, nechaqlin qo'shishni so'rab turganim yo'q sizdan. Nima qilamiz deb so'rab turibman. Tushundikmi? Bu suv qo'sh demadi. Lekin sen bilishing kerak. 2,5dan yarım tayyorlashni nima qo'shaman? Suv qo'shaman. Yoki erigan modda qo'shamanmi? Erigan modda qo'shsam 12 kilolar, 2,5dan chek bo'ladi. 0,3 olamadi, 0,5 olamadi, yo 2,5dan katta bo'lamadi. Tushundikmi? 2,5dan kichkinami? Demak, u suv qo'shib turibmiz. Demak, suyultirish. Yana shu narsa shu. S1 ko'paytirilgan. Bu 1 teng S2 ko'paytirilgan. Bu 2. S1 necha? 2,5 mi? Necha millilitr edi? 15. Daj litr ham o'tirmadim, ko'rdingizlarmi? Qaranglar. 2,5 mol taqsim litr. Ha? Bu 15 millilitr o'tirmadim daji. Mana shu formulani o'zi bo'lsa, mana buni litr o'tish ham shart emas. Tushundikmi? Teng S2 0,5 mol taqsim litr. V2 bilmaymiz. Tushundikmi? Endi qaranglar, matematikasini tushuntiraman. Prosta matematika, birliklar bo'yicha matematikasini tushuntiraman. V2 ni topishni nima qilamiz? 2 mol taqsim litrni ko'paytiraman 15 millilitr bo'laman 0,5 mol taqsim litr. Qarabsizlarki, nima bo'ladi hozir? 2,5 dan bu. 2,5. Mana bu mol taqsim litr bilan mol taqsim ketami? Qisqarib 2,5 bilan bu ketadi, yarım qoladi. 5 qoladi. 15 ga 5 ni ko'paytsam necha bo'ladi? 75. Litrmi, millilitrmi? Men birlikni men yaratmadim. Kashf etmadim, yo kallam zo'r ishlagan uchun bilmayman. Men shunda qoldim millilitr. Shuning uchun bilib turibman. Tushundingizmi? 75 millilitr. Demak, savol qanday edi? Necha millilitr yarım malyarli eritma tayyorlash mumkin deb so'radi. Men hozir qaranglar, diqqat qilinglar. 75 dan 15 ni ayiraymi? 75 ni o'zimi javob. Qachon 15 ni ayirgan bo'lar edim? Necha qilin? Nov qo'shdik deganda, suv qo'shdik. Tushundingizlarmi? Oddiy tushuninglar. O'zi 15 millilitr bor edi. Keyingi eritma 75 millilitr bo'ldi. Savol qanday? Necha millilitr yarım malyarli eritma hosil bo'ladi dedi. Agar savol necha millilitr suv qo'shdik deganda edi, 75 dan 15 ni ayirardik. Tushundikmi? 17-chi masala. 17ni so'radingizlarmi? Endi 17-chi nima deb turibdi? 3 malyarli 400 millilitr o'yuvchi natri eritmasi 2 malyarli 1600 millilitr eritmasi bilan aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning malyar konsentratsiyasini toping deb turibdi. Yo'q, endi yo'q debman. Aytmay turing, endi qistamanglar. Endi prosta qaranglar. Sinov dedi 3 malyarli 400 millilitr bilan 2 malyarli 1600 millilitr qo'shildimi? Endi bu suyultirish deb aytiladimi? Prosta. Suyultir deganda nima tushunamiz ekan?
Su koştuk. Bize su koştuk mu? Biz aralaştırdık. Aralaştırış kaydesi. Yani sültüş kaydı. Demek bu sültüş kaydesinin formasını kollasan bolar mı? Bu muydu? Bu muydu? Aralaştırış kaydesi bu. Çünkü mi aralaştırış kaydesinde ya formu halasasa proporsiyon işlengler. Halasasa formada işlengler. İki usulda işimiz. Demek S3 teng boladı. S1 köpaytirilgan V1 plus S2 köpaytirilgan V2'ni böleme V1 plus V2'ga. Tushundingizmi? Iloji boricha hajmlarni litrda qo'yib ishlagan ma'qul. Bo'lmasa qaranglar. Mana shu formulaga qo'yasizlar yoki bo'lmasa nima qilamiz? V1 eritma. Necha millilitr? 400 millilitr. S1 ne? 3 mol taqsim litr, ha? 3 mol taqsim litr. N1 ne? Topamiz. Yo'q, topamiz. Demek qanday topamiz? Mana bu 0,4 aylanami? 3'e bo'lamizmi, ko'paytiramizmi? Ko'paytiramiz. Chunki bizda formula bilamiz. Demek 1,2. Sizlar topib qo'ydingizlar mana. Bu bo emas edi. Yo'q edi. Sizlar buni topdingizlar. Endi bu ikkinchi bo'ladi. 1600 millilitr. S2. Necha molyarli? 2 molyarli, to'g'rimi? 2 mol taqsim litr. Mana bu demek 0,4 litr bo'ladi. Bu 1,6 litr bo'ladi. To'g'rimi? Endi 1,6 ni ko'paytirsam necha bo'ladi? 3,2. N2 3,2 ekan. Shunchaki qo'shamiz. Qo'shsam mollar qo'shilama. Umumiy mol. N3 necha mol bo'ladi? 4,4. 5 mi? 4 mi? Hop. Endi qaranglar. V3 necha bo'ladi? Bu ikkisini qo'shamanmi axir? Faqat konsentratsiyani qo'shmaysizlar-da. Tushundingizmi? Konsentratsiya o'rtaliq holatga keladi. Bilasizlarmi? Bir quyuq bir suyuq eritmani aralashtirasizlar. U suyulib ham ketmaydi, quyilib ham ketmaydi. Nog'ga keladi, o'rtaga keladi. Tushundingizmi? Oraliq holatga keladi. Hozir 2 litr bo'ldi. Shunchaki suv ishini topish uchun N3 bo'lingan V3. 4,4 bo'lingan 2. 2,2 mol taqsim litr. Xolos, yana formula qo'yamiz. Teng dedik. Necha bo'ladi? 0,4 ko'paytirilgan 3 1,2 plus 3,2 bölü 1,6 plus 0,4. Xuddi shuni o'zi. Dörtni bölemen 2'ga 2,2. Mesela kaliy gidroksidning 2 molyarli eritmasini hosil qilish uchun 1,2 molyarli eritmasining 150 millilitr hajmidan necha millilitr suvni bo'latish kerak? Aralashtirishni teskarisimi, yultirishni teskarisimi? Shuni o'zini qo'llaymiz. Tushundingizmi? Demak, 2 molyarli eritmadan, 2 molyarli eritma, uzr. 2 molyarli eritmani hosil qilish uchun dedi. Endi qarang, 2 molyarli eritma S1mi, S2 mi? Qaysi? Savol. S1 emasmi? Birinchi berib qo'ydik axir. Nima uchun S2? Ha, tushundik. Ya'ni u birinchi berilgan S1 deb ishlamali, o'tishi. Demak, to'g'ri aytdingizlar. Demak, 2 molyarli eritmasini hosil qilish uchun dedi. Shuning uchun u S2. Xo'p, dastlabki eritma qanday bo'lgan ekan? 1,2 molyarli va uni hajmi 150 millilitr bo'lgan. Davay ishlaymiz. Yana shu nima qildik? Demak, bug'latish ham suyultirishni teskarish. Shu formula ishlaydi. Chunki bug'latsang ham, suyultirsang ham, suv qo'shsang ham, suvni bug'latsang ham S1 ko'paytirilgan. V1 teng S2 ko'paytirilgan V2. S1. Shunda 1,2 mi? 150 mi? Teng 2 V2. Endi V2 ni topamiz. 1,2 ko'paytirilgan 150 bölü 2. Demek bu necha bo'ladi? 0,6 bo'ladi. To'g'rimi? Bu qisqarganda. Demek 90 millilitr bo'ladi ekan. Endi qaranglar, bizning birinchi eritmamiz necha millilitr edi? 150 millilitr. Ikkinchi eritmamiz necha millilitr? Hop, 150 edi. Necha endi 200 olmadan 90 bo'ldi. Suv bug'latildi. Tushundingizmi? Ina bug'langan suv. Demek dastlab 150 edi. 90 bug'landi. 90 qoldi. 60 millilitr bug'landi. Kim tushunmadi? Yigirma uchinchi masala diqqat qilamiz.
Natri sülfati 0,4 molyarli eritmasidan 600 ml tayyorlash uchun. Bu birinchi masalaga o'xshab ketadi, faqat sal farqi bor. Birinchi masala, nechanchi masala? 3-masala. Necha gram Glauber tuzi kerak deydi. 600 ml tayyorlashak, necha molyarli eritmada? 0,4 molyarli ma'nosini u. Hozir 1000 ml desam ham bo'ladimi? 1000 ml desam bo'ladimi yoki xatomi? Eritmada xohlasam muddat pishimi? 0,4 molmi? 0,4 mol. Bizda necha litr? Millilitr. 600 ml bo'lsa. Ya bunam litr o'tishim kerak edi. Mana bunam shunda 1 litr bo'ladi. Hozir men 600 ml litr o'tishni xohlamadim. Lutshi dedim 1 litrni o'rnina 1000 ml qo'yaman dedim. Savol bormi? Necha bo'ladi shunda? 0,24 mol. Demak, bizga 0,24 mol tuz kerak. Lekin bizda Glauber tuzi bor. Sen o'tgan safar so'raverding. Odat formulasini cheking, yodingda qoldimi? Ha. Kim yodinda bor? Glauber tuzining formulasi kim yodinda bor? Natri sulfat? Sen bilasanmi? Necha suv? 10 molekula suv. Glauber tuzi deb aytiladi, mirabilit suvlar deb ham aytiladi. Tushundingizmi? Glauber tuzi yoddan chiqmasin. Demak, Glauber tuzi bo'lishi обязательно yonida 10 molekula suvi bor. Lekin bizga 0,24 mol nima kerak? Natri sulfat kerak. Tushundingizmi? 0,24 mol natri sulfat bo'lishi uchun mana bundan 0,24 mol bo'lishi kerak, maxi. Demak, buni emeri 142 10 molekula suv. Necha gram bo'ladi? 140 emasmi? Yaxshi. 180. Qancha 180 bo'ldi? Ha? 322 mi? Emer demak 322 ekan. Shunda massa tuz 0,24 molni, bizga kerak bo'lgan 0,24 molni 322 ga ko'paytirdik. Necha gram bo'ladi ekan shunda? 77,28 gram. Kim tushunmadi? Hajmi 0,75 litr bo'lgan suvda 1,2 litr normal sharoitda vodorod xlorid eritildi. E'tibor beringlar. 0,75 kattami? 1,2 da sizlar hozir sinab ko'ramiz. 0,75 litr kattami? 1,2 litr kattami? Ha. Hozir sizlarcha qaysini gram ko'proq chiqadi? Qaysini ko'proq chiqadi? Qaranglar. Suv deb turibdi. Suv gazmi bu, suyuqlikmi bu? Suyuqlik. To'g'rimi? Hozir ko'ramiz. Suyuqlik bo'lsa, qaranglar, biz 22,4 litrni qanday agregat holat uchun qo'llaymiz? Hamma agregat uchun qo'llaymizmi? Qo'llar. Ana faqat gaz uchun, to'g'ri. Faqat gaz uchun qo'llaymiz. Demak, biz uni suyuq holat uchun qo'llamaymiz. Tushundingizlarmi? Hozir ko'ramiz qaysi ko'proq chiqishini. 0,75 katta chiqadimi yoki 1,2 katta? Matematik jihatdan 1,2 katta. Lekin hozir bu vaziyatda ko'ramiz qaysi katta ekan. Bu suv teng 0,75 litr 750 millilitr. Necha gram bo'ladi? Massaga topgan vaqtda massa suv. Sultonbek necha gram bo'ladi? 750 millilitr suv necha gram bo'ladi? Sultonbek necha bo'ladi? Sultonbek demaycha. Ha, 75 mi? 750 millilitrlik bankadagi suv necha bo'ladi? Qara, qara, ko'rdingizlarmi? Tasavvur ishlaydi. Bilim emas. Tushundingizlarmi? Hozir bundan o'tadi. 750 ml suv necha gram bo'ldi desam 75 dedi. Keyin so'radim 750 ml bankingdagi suv necha gram bo'lsa 750 dedi. Tushundikmi? Shuncha har qanday masalan oddiy tasavvur qiling, oddiy. Shunchaki 750 gram bo'ladi. Nima uchun desa, suvning zichligi 1 gram taqsim millilitr. Ma'nosini suvning zichligi 1 gram taqsim millilitrni Diyarbek san ayt. No. Yo'q, qaranglar, ne yo'q, tansadan nutq madaniyatimi yoki bilmayman, no yo'q. Bor bilim, bu yerdan chiqib bo'lmaydi. Yo'q, 1 gram suvda 1 millilitr. Tersak emasmi? Aha. Tunin, Anvar shuni deb aytdi, men to'g'riladim. To'g'rilaymiz. Prosta fikr, qara, bilim yo'q emas, bor. Faqat to'g'rilash kerak. Sen sakkalash kerak. Shunchaki ma'nosi 1 millilitr suv
1 gram bo'ladi degan. Keyin so'radim, 500 ml suv necha gram bo'lsa, 500 desa, 1000 desa, 1000 dedi. No desa shunday tursin. Bugun yana yo'q shu narsa. 750 ml suv, 750 gram. Всё. Gram. Nima uchun bu? Suyuqlik bo'lgani uchun. Zishlikni qo'llaymiz. Tushundingizmi? Endi lekin 1,12 litr normal sharoitda vodorod xlorid degan gaz, vodorod galogenital gaz hisoblanadi. Tushundikmi? Uni massasini hisoblaymiz. Massasini hisoblashimiz kerak bo'ladi, chunki eritmani massasi kerak bo'lgani uchun. Endi qaranglar. 1,12 litr H xlor necha gram? Biza bilamiz 22,4 litr H xlor 36,5 Buni hisoblaydigan bo'lsangizlar 18,25 dan ham 10 marta kichik. 1,825 gram bo'ladi. Endi savol, Sultonbek, sana savol. Qaysi katta? 1,12 litrning massasi kattami? 0,75 litr suvning massasi kattami? Ko'rdikmi? Ya'ni nima uchun farq qildi? Ya'ni matematik jihatdan hisob kitob aytganda 1,12 katta bo'lishi kerak edi. Lekin o'sha ximiyani qo'lladik, sababi agregat holat o'zgardi. Tushundingizmi? Agregat holat o'zgardi. Demak, endi hosil bo'lgan eritmaning massasi, massa eritma necha gram bo'ladi? Ikkisini qo'shganimizmi axir? Ya'ni bizda 750 gram suvning ustuna, suvning ichine 1,825 gram nima yuttirdik? Vodorod xlorid yuttirdik, qaranglar. 750 gram plus 1,825 gramni yuttirdik. Jami 751,825 gram hosil bo'ldi. To'g'rimi? Bizdan talab hosil bo'lgan eritmaning molyar konsentratsiyasi. Molyar nima bu axir? S teng N taqsim V axir. Erigan moddaning moli bilan eritmaning hajmiga. Danli momentda bizda N ham yo'q, V ham yo'q. N topib bilamizmi? Erigan moddaning miqdorini topib bilamizmi? N H xlor. Demak 1,12 ni bo'laman 22,4 ga 6,2 ga bo'lamizmi? Kim 6,2 ga bo'lishni g'olib topdi? 36 ham bo'ladi. 36 ham bo'lsa bo'lmasmi? Nechun? Nechun? Ina umidchan savol. 1,12 litr nechimi 36 ham bo'lishim kerak emas? Litrni litr bo'lish kerakmi axir? Ya litrni gramma bo'lamizmi? Bozor, ya'ni Amerika borasa 100 dollar desa 100 so'm berasandan olib kelasan. Ya'ni litr, gram, molni mola. Davay. Shunda 0,105 mol. Xo'p, biz endi topdik. Bu ham bizda. Bu yo'q. Uni qanday topamiz? Endi ro'g'a ko'paytiramizmi, bo'lamizmi? Bo'lamiz. Ertaga ko'paytirib qo'ymizmi? Ertaga ham bo'lamizmi? Davay. M taqsim ro. Shunda 751,825 ni zishlik necha? 1,015 ga bo'lamiz. Kalkulyator, ya'ni imtihonda sizlar analaringiz kalkulyatorga kirib beradi-da. 740,7 mi? Millilitr. Millilitr mi? Teng. Millilitrda qolacakmi, litr o'tish kerakmi? Teng 0,74 0,7 Shundaymi? Litr. Antika bo'lgan qara o'zi 75 litr edi. Undan ham kemaydi. Mayli, shunday tursin faqat. Kalkulyatorlarimiz bor-ku, hozir taniyman. Endi qaranglar. S teng N taqsim V. 105 bo'laman 0,74 0,7 ga davay bo'linglar. Molni litrga bo'lamiz. Tengcha bo'ladi. 0 butun. To'g'ri aytayman, 0 butun. 0 bormi? Shundaymi? Hay, endi shu narsani osonlashtirib ishga ko'raylik. Keyin qaytamiz orqaga. Uncha keyin oson yo'l. S teng N taqsim V. N teng 1,12 ni bo'laman 22,4 ga 105 mol. S teng 105 ni bo'laman 0,75 ga. Necha chiqadi? Hisoblab qo'yinglar. Endi qaranglar, otvetni ko'chiraman. Aytinglar.
0,18. Bu cevap. S 0,22. İndi qarangla. Qarangla. Aha. İndi qarangla. Mən xasaki usulda işlədim, məsələn. Addi usulda işlədim. Bu halətdə. Düşündükmi? Addi usulda işlədim. Asli haqiqi yol mənə bu. Düşündünüzmi? Haqiqisi mənim. Mənə bunu düşündürsəm də, hə? Çünki bir şey bərsəm kimdir bu aytad? O kim akıllı çıxardan sən xata işlədin dedi. Ha, rastdan mən xata işlədim. Haqiqətən mən xata işlədim. Bir də xata işlədim. Çünki sifrlarını toşni hesablaganda bunlar doğru çıxadı. Düşündünüzmi? Çünki bizə bunu anıqlıq bilan gəldik. Bu isə cavaba eklerden yol. Kaçan bu metodunu tənliyimiz? Kaçan? Vaxt az qalanda doğru, yenə. Daş vaxt köp buğanda mən şu metodunu tənliyim. Kaçan? Kaçan ki mənə bu kəlitlə mənə bunu deyib yatqan bulsa. Əgər kəlit mənə bunu durğandaydı, cavab 0,0671 olsa, bu cavab 0,06 keyin ne oladı bir? 6, 9 olsa, bu cevap, hiç kaçamın diyor muydu? Lekin adlı, ne şimdi bolsa? Yakın bolsa, ben ne ilaç elden gibi etip tənliyim. Çünkü sen bunu demesen görgende birinci növbette kəldə qarışla. Kəldə qarışsansa şunu diyor, birbirine uzak. Demek mənə bu sunu tənək görürsün. Çünkü sen nihayette yakın bolsa ona işte işte. Başla mənə bu sulda işe görürsen, eğer mən bağdan 0,20 çıksaydı, 0,2 çıksa arka bir bu sulda işe yaradık. Kaysaydı o. Mənə bu sulda işe yaradık. Düşündünüzmi? Ben ne dedim? 0,2 çıksa dedim. Cevabım mənə bu usulda işləyirsən birinci növbətdə 0,2 çıksa oxşu qardaşları var mı ne qardaşlar? Bu 0,2'ye fark eder, bu yan 0,2'ye fark eder. Oxşar. Lakin cevap 0,1067 çıktı mı? Mənə şu usulda üzündə işləyimiz. Hop, indi qardaşlar bu nəzəri cəhətdən düşündürəmən. Ne üçün bunu dedik? Qardaşlar. Eğer sizlə suda gaz eritsənizlə, düşündünüzmi? Suda gaz eritsənizlə. Daha şu derecedeki bir hacime 100 hacim. 50 hacim. Bütün bu manda 50 hacim. Eğer sizler yine aitin suda gazını eritsənizlə v eritmə teng v suda balıp gitinlər. Düşündünüzmi? Nima uşap getişini düşündünüzmi axır? V eritmə teng v suda aldım. Mənə bu halətdə. Düşündünüzmi? Mənə bu halətdə amadım. Mənə işe qaranlayın. İş köpək, doğru mu? Bu eritmə bu suya dəngdəb amadım. Mənə iş. Əgər onu bu suyunu bu eritməyə dəngdəb amadım, mənə işlənir. Nima üçün bu eritmə teng bu su dedim? Səbəbi sizlə eritken gaz nihayətdə kəm buğanı üçünəm eritmənin həcmini deyərlə özgərtirməyir. Düşündünüzmi? Eritmənin həcmini deyərlə özgərtirməyir. Şunçaki hesab kitabınızı köpəklərdə xalas. Yok qara. Şunçaki yine ait. Eğer sizlə 1 litre suda 500 litre eritsənizlərdir. Bax 200 litre eritsənizlər 200 litre. 1,12 məz. Onda riski farkı tərəd. Düşündünüzmi? Lakin fərəz qılınlar bir həcmə 50 həcməcə buğan yerində eğer bir hacim suda 50 hacim, 1 litre suda 50 litre, 1 mililitre suda 50 mililitre degeni, bir hacimde 50 degeni. Düşündünüzmi? Şimdi eritkəndədir, qoşmanlar. Mənə bunu gitəvənlər. Qanal. Şu gitəvənlər. Düşündünüzmi? Məsələn, o da qaranlar. Cevaplar birbirine yakın olması gerekiyor. Birinci şərti, ikinci şərti. Bir 50 nisbətdə olsa, pajalsa. Şu metodunu qollaq gitəvənlər. O gazın miqdarı köpəygəni sayın. Yani riski özgərlik etəmi, o halda əlbəttə yankı usuldan faydalanış gerek. Aldın gesindən. Düşündünüzmi? Olmasa şərt deməz. Hop. 30'unu görəmiz. 30. Normal şəraitdə bir həcim suda, ana gördünüzlər, bir həcimdə 4 həcimdir. O damla bizə litre döv getmədi, həcim döv getmədi desəniz oraya barıb oturub qalsanız da. Demək mən yana ayt düşündürdüm. 1 litrdə 4 litre degəni bu. Bir həcimdə 4 həcim degəni sen özüne masla bala verdirttin. Sana litre dalış yakıttırdın mı? Davay litre de al. Sana milli dalış yakıttırdın mı? Davay sen milli de al.
Sen metr kubda alacaktın, metr kubda. Fakat ikisi hem bir xil birlikte dursun depti. Bizler eng ma'qul variant qaysi? Litr. 1 litr suvda necha litr eridi shunda? 4 litr eridi. Necha teng bu eritma teng bu suvda bosam bo'ladimi, amanmi? Nechacha bo'lsa olaver dedim. 50cha bo'lsa olaver dedim. Demak, yana shuni nima qilamiz? Shu formula shu. Eritmaning hajmi bu eritma teng 1 litr deb olamiz deb yozasiz. Deb olamiz deb yozasiz. Chunki gaz erityapmiz. Hosil bo'lgan vodorod sulfitni molyarligini topdi. Davay. N H2S. 4 litrni 22 butun 4 ta bo'lamiz. Necha chiqadi? Javoblarga qarab boshqa ketadi, boshlab. Javobga undi davom yoqim bo'lmasa kerak. Ko'ramiz hozir. 0 butun demek 0,17 bu mol bo'lgan uchun 17 mol taqsim litr. Bana shuning javob 30-misol. Tushundikmi? Nihoyatda kam bo'lgan uchun. Endi qaranglar, 31 o'tsak bo'ladimi? Savol bormi shu bo'yicha? 31-masala. 31-masala. Hajmi 200 ml bo'lgan alyumin sulfat eritmasidan 40,8 gram alyumin oksid olingan. Qarang, diqqat qilamiz yana. O'qiyotgan vaqtda o'zi miyaga kirishi kerak, tasavvur bo'lishi kerak. Hajmi 200 ml bo'lgan alyumin sulfat eritmasidan demak 200 ml eritmayicha nima bor? Qaysi modda erigan? Alyumin sulfat erigan. Ha? Qanday alyumin sulfatning formulasi? Alyuminiy 2 SO4 dan 3. Mana shu moddadan eritib degan. Qancha miqdorda eriganini 200 ml degan joyda tushunsa bo'ladimi? Yo'q, bilmaymiz. Aytdi, davomini o'qiyman. Sulfat eritmasidan 40,8 gram alyuminiy oksid olindi. Mana shundan olinibdi. Alyuminiy oksid. 40,8 gram olibdilar. Necha mol bu? Emeri 102. Bo'laman 102 ga. 100dan 0,14 ha. Mana bundan 0,14 mol olish uchun dasta bu necha mol bo'lishi kerak? Qaranglar, 1 moldan 1 mol olsa bo'ladimi? 10 moldan 10 mol. 4 mol bo'lishi kerakmi? 0,4 mol bo'lishi kerak. Tushundikmi? Demak, bu ham 0,4 mol bo'lishi kerak. Kim tushunmadi? Qanday usul bilan olishdan qat'iy nazar. Tushundingizlarmi? Sharti alyuminli sondang bo'lishi kerak. Tushundingizlarmi? Agar buni alyuminiy xlorid ol desaydim, alyuminiy xloridlardan 2 qo'yar edim. Demak, boshlang'ich eritmadagi tuzning molyar konsentratsiyasini topib bilamizmi endi? Molyarni topishni nima qilishim kerak? Endi taqsim bo'lma axir. Necha mol eritibdi ekan? 0,4 mol. Necha millilitr? 200 millilitrni o'zini qo'yaymi? 0,2 litr. 2 mol taqsim litr. Yoki shunchaki 2 m deb qo'ysam to'g'ri bo'ladi. Kim tushunmadi? Oddiymi? Davay, keyinga o'tamiz. 32-misol. Tarkibida 196 gram sulfat kislota bo'lgan eritmani neytrallash uchun demak nima bor ekan bizning eritmamizda? Yo'q, istonma. Nima o'tib ketdi? 196 gram sulfat kislota bo'lgan eritmaga. Eritmada nima bor ekan? Eritmada suv bor, to'g'ri, yana nima bor? Eng noun keywordni ko'rsatdi, no deymiz. Eng gapini ko'ring, o'lmaysizlar. Sulfat kislota eritmasi bor ekan va uning ichida 196 gram sulfat kislota bormi? Eritmami ya? Eritma o. Doğru. Aldı saldan ketavermeden. Doğru tuttu, eritma o. Ya hata ettim mi ben? 196 gram. Yok sen hatamın iki doğru. O zaman hata ettim. Demek terkibide 196 gram sulfat kislota bo'lgan eritmaga dedi. Demek dikkatini tarqatma. Plus qo'shamiz kaliy ishqa. Kaliy ishqaning formulasi nima? Kaliy gidroksid. Qo'shsam nima chiqadi? Diyabek javob bersin faqat. Ha? Keyin nima chiqadi? Suv chiqadi. Neytrallash degan mana shu reaksiya. O'tgan darsdan o'tdik. Neytrallanish bu tuz va suv hosil bo'lishi dedik. 0,2 molyarli eritmasidan qancha hajm kerak? Xo'p, bu 196 gram bo'lsa, mol topsak bo'ladimi? Demak, masalan, shartiga muvofiq mana bu 196 gram bo'lganda, bu necha mol deb savol qo'yib qo'yibdi. Bizda tenglamaga muvofiq 98 gramdan necha molga ketib turibdi? 2 mol.
Ben dinleme 2'ni nerede aldım? 98'ini nerede aldım? Ha, doğru. 98'ini nerede aldım? Doğru. Demek 196 gram sülfat isota bolganda neçe mol boladı? Demek 4 mol boladı. Doğru mu? 4 mol kaliy gidroksid gerek boladı eken. Onun neçe molar etmesi var? 0,2 molar. Demek S teng N taksim V. Doğru mu? Mana bu nima yok? Bu yok. Bunu tapışın nima qilamiz? N taksim S. Demek 2 molni bölaman 0,2 miydi? Konsentratsiyasi 10 litr bo'ladi. 10 litr. 10 litr kerak bo'ladi ekan. Agar shu narsani proporsiyada ishlayman desangizlar, yo'q-ku? 4ni bo'lishim kerak edi. Aytingmi, oxir. 4. Tushundikmi? Agar shuni formulada emas, to'g'ridan-to'g'ri formulada qo'llayman desangizlar, 0,2 molarli dedi-ku. 1 litrda 0,2 mol bor. Ha? 4 molda Neslar proporsiya. Xohlasang proporsiya, xohlasang formula. Tushundikmi? Savollariniz bormi?